Men erimni farzandimizni Hajinokda yurishga ko'ndirdim. Chunki erim bolalar uchun Hajinok bu juda ham zararli deb o'ylashadi. Bilmadim lekin qanaqa zararli tarafi bor? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, qanaqa zararli tarafi bor Hajinokda bolalar uchun. Hozir Hajinogimizni ko'rsatamiz. Qizim o'zi ham juda ham xursand bo'lib ketyapti. Qizim o'zi 9 oylik, yurgisi kelyapti, mustaqil turgisi kelyapti. Lekin bizning uyimizda qo'lini ushlab turish uchun hech narsa yo'q. O'shaning uchun majbur bo'ldik Hajinok olishga. Dadam, mana bizning Hajinogimizda bu ishlatilingan Hajinok kecha Samarqanddan keldi. Buni kecha turmush o'rtog'im taxlimanda bitta oyoqchalarini ham sindirib qo'ydi. Endi buni biz qaytarib beramizmi yo'qmi bilmadim. Lekin qizim buni o'tirishga qo'rqayapti. Kecha o'tirg'izamiz deganimizda yig'lavordi. Hozir ham men oldidan ketib qolsam yig'layapti. Oldida bo'lib turishim kerak. Bilmadim, lekin hamma birinchi ko'rgan o'yinchog'iga qanaqadir reaksiyasi past. O'rganib ketgandan keyin уже bemalol o'ynanadi. Mana bunga ham esinglarda bo'lsa, juda ham qo'rqib yig'lagan edi, lekin hozir bemalol qo'rqmasdan maza qilib o'ynaydigan o'yinchoqlardan biriga aylangan. O'ylaymanki, bu Hajinokka ham o'rganib ketadi va necha oy bu Hajinokda o'tirish kerak, men hali u bo'yicha bilmayman. Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qizimga mana bunaqa narsa ham olib bermoqchi edik, nomini bilmayman to'g'risi, lekin men qo'rqdim. Chunki turib yuraman degan payti hali yurishni bilmaydi-yu, balonchalari bilan oldiga ketib qolib, yiqilib tushishidan men juda ham qo'rqdim. O'shaning uchun bezarar Hajinok yaxshi deb erimni Hajinokka ko'ndirdim, lekin bilmayman Hajinok bolalar uchun qanaqa zararli tarafi borligini. Kommentariyaga yozib ketinglar, Hajinok bolalar uchun qanaqa zararli taraflari bor.